Shunday serial olamlari borki, ushbu olamda qayta va qayta bo'lgingiz kelaveradi. Ushbu olamlardan biri bu Game of Thrones, o'zbekchasiga Taxtlar o'yini. Bugungi video rolikimizda Taxtlar o'yini olami haqida spoilerlarsiz gaplashamiz. Shunday qilib do'stlar, ekranga yaqinroq o'tiring. Winter is coming. The darkness that will swallow the dawn. Taxtlar o'yini fantastika va drama janrida olingan bo'lib, serial yaratuvchilari David Benioff rasmiy ravishda HBO telekanali uchun suratga olgan va 2011-yildan boshlab efirga uzatish boshlangan. Ushbu Taxtlar o'yini seriali George Martinning Suv va olov asariga asoslangan. Taxtlar o'yini seriali ilk bor AQShda 2011-yil 17-aprelda ekranlar yuzini ko'rgan. So'nggi mavsum premyerasi esa 2019-yil 14-aprelda bo'lib o'tgan. Serialning boshqa seriallardan ajralib turadigan tomoni bu serialda sujet tez-tez o'zgarib turishi va asosiy qahramon yo'qligidadir. Serialdagi obrazlar juda murakkab yaratilgan. Serialda boshida siz yoqtirmagan personajlar serial davomida eng yoqtirgan personajlaringizdan biriga aylanishi mumkin. Serialdagi manzillar juda ajoyib ochib berilgan va serialdagi sulolalarning o'z qonunlari va urf-odatlari bor. Serialdagi har bitta sulolaning o'z ramzlari bor. Misol uchun Starklarning ramziy belgisi bu. Qadimiy bo'rlar bo'lsa, Lannisterlarniki esa sher hisoblanadi. Taxtlar o'yini olamida fasllar boshqacha ishlaydi. Fasllar 1 yildan 10 yilgacha davom etishi mumkin. Shuning uchun serialda mashhur iboralardan biri bu Winter is coming. O'zbekchasiga qish juda yaqin. Qish kelganda esa tungi ovchilar paydo bo'ladi. Ular na tirik, na o'lik. Ular xuddi zombilardek. Ularni Night King boshqaradi, ya'ni o'zbekchasiga tungi qirol. Serialning asosiy mazmuni 7 qirollik deb ataluvchi katta davlat mavjud. U yerda temir taxt deb ataladigan eng muhim hukmronlik ramzi bor. Kim taxtga egalik qilsa, butun boshli qirollikka egalik qiladi. Turli zodagon oilalar, Starklar, Lannisterlar, Targaryenlar va Baratyonlar o'z manfaatlari yo'lida taxt uchun kurash olib borishadi. Orada esa shimolda joylashgan qadimiy xavf tungi ovchilar va ularning o'lik qo'shni insoniyatga katta tahdid soladi. Serial davomida hokimiyatga intilish, sadoqat, xiyonat, sevgi va nafrat, qasos va qahramonlik kabi mavzular keng ochib berilgan. Serialda yanada atrof muhitni va bo'layotgan voqealarni yanada chuqurroq yetib borishi uchun saundtreklar juda ajoyib yaratilgan. Misol uchun men ijtimoiy tarmoqlardan ushbu saundtrekni eshitib qolsam, mana bunday holatga tushaman. Serialda har bitta sulolaning o'z saundtreklari bor. Saundtreklar esa voqealar rivojlangan sari shiddatliroq bo'lib boradi. Misol uchun Daenerys Targaryen ajdarlari kichkina bo'lganligida saundtrek sekin va sokin eshitiladi. Serial davomida ajdarlar kattalashgani sayin saundtrek o'zgarib, yanada shiddatli bo'lib, odamlarga chuqurroq emotsiya beradi. Ushbu saundtreklar Taxtlar o'yini muxlislarini etlarini jimirlatmasdan qo'ymaydi. Ishonavering, ushbu serialni ko'rish davomida siz serial ichiga qanday qilib kirib ketganingizni bilmay qolasiz va serial davomida bo'lib o'tayotgan voqealardan shok holatga tushishingiz mumkin. Shaxsan menda bu serialni ko'rish davomida ko'p marotaba mana bunday holatga tushdim. The Australian jaws will drop. It's the mind-boggling,
eye-popping, all-new Australia's Serialni ko'rish davomida bunday emotsiyalarga juda ko'p berilasiz, ishonavering. Hozir esa Taxtlar o'yini haqida bir qancha faktlarni sanab o'taman. Taxtlar o'yini tarixdagi eng ko'p tomosha qilingan seriallardan biridir. Uning finali dunyoning barcha davlatlarida bir vaqtda namoyish etilgan. Serialda ishlatilgan Dothraki va Valarian tillari maxsus lingvistlar tomonidan to'liq yaratilgan. Hozir bu tillarni o'rgatadigan kurslar ham mavjud. Serial turli mamlakatlarda suratga olingan. Irlandiya, Ispaniya, Malta, Islandiya va hatto Marokash har bir joy Westerosning turli hududlarida jonlantirilgan. Mashhur temir taxt dekoratsiyasi yuzlab qilichlardan yasalgan. Aslida u juda noqulay va og'ir, lekin ramziy sifatida hokimiyatning eng muhim belgisi hisoblanadi. Har bir epizod uchun o'rtacha $10 million sarflangan. Oxirgi mavsum esa bundan-da qimmatroq bo'lgan. Taxtlar o'yini barcha zamonlarning eng ko'p mukofot olgan seriallaridan biri. Faqatgina Emmy'da 59 dan ortiq mukofot yutgan. Hozirda yulduz bo'lgan Kit Harington Jon Snow rolida, Emilia Clarke Daenerys rolida va Sophie Turner Sansa rolida. Serial tufayli ushbu aktyorlar juda ham katta mashhurlikka erishgan. Taxtlar o'yini nafaqat fantastik serial, balki tarixiy intriga, kuch va sadoqat haqida hikoya va har bir qahramonning o'z taqdiri bor. Shuning uchun ham ushbu serial millionlab tomoshabinlarni o'ziga rom etgan. Agar siz ham ushbu serialni ko'rgan bo'lsangiz, qaysi qahramon sizning eng yoqtirgan qahramoningiz? Izohlarda javoblaringizni kutaman. Agarda siz ushbu serialni hali ham ko'rmagan bo'lsangiz, ko'rishni albatta tavsiya qilaman. Bugungi videomizda Taxtlar o'yini olami haqida spoilerlarsiz gaplashdik. Umid qilamanki, sizlarga ushbu videorolikimiz yoqdi. Agarda ushbu videorolikimiz sizga yoqqan bo'lsa, izohlarda o'z fikringizni qoldiring va ushbu videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lsangiz, nur ustiga a'lo nur bo'ladi. Sizlar bilan Kinonator bo'ldi. Ko'rishguncha xayr.